Assalomu alaykum Muhammad aka, yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Muhammad aka, xudo xolasa siz bergan katyolni mana eson-omon qo'yib oldik. Ko'chatlarimiz mana 100% chiqib oldi. Chimchik ko'chat chiqaryapmiz aka, siz bergan katyolni. Mana bu ko'z tegmasin katyol o'ta go'zal aka. 50 ta turibdi hozir. 50 ga qo'yib qo'yganmiz, turbani ushlab olmaydi. Shu darajada isitib beryapti. Rahmat shunchalik Muhammad aka. Men to'g'risi bunaqa katyol ko'rmaganman. Nima deydi? Hozir o'chib qolgan katyol. 50 ga qo'yib qo'yganmiz, o'chgan. O'zini gradusi keldi, o'chdi. Men bu ichkarida hozir sizga graduslarni ko'rsataman. Polni mana. Obratkalarni aniqlarni ham ushlasangiz, ushlab bo'lmaydi. Isib ketganda. Mana. O'ta go'zal. Hamma yoq zo'r isyapti. Mana ko'chatlar shundan bilsangiz bo'ladi. Bir tekis chiqib olganda Muhammad aka. Bugun 7-yanvar bo'lsa, mana ko'rishingiz mumkin. Tashqari +1, ichkari 17.6. 50 ga qo'yganimizda 50 ga biz sinab ko'rdik, 90 ga ham qo'yib sinab ko'rdik. Ichkariga kirib olmay qolyapti. 32 gradusgacha chiqib ketyapti. Hozir endi biz bu chimchik ko'chatlarimizga eng yaxshi harorat shu 17, 18, 20 atroflari shunaqa ko'tarib yormayapmiz. Lekin katta rahmat Muhammad aka. Bunaqa katyol ancha joyda yo'q. Muhammad aka mana bo'lib videoga olyapman. Janiqib vaqt ko'payib ketmasin deb. Bu 3,5 sotiqqa bergan katyolingiz. Mana xudo xolasa o'chgan. Kunduzi mana bunaqa tut solyapmiz. Tut qilib qo'yganmiz. Kechasi ko'mir solyapmiz Muhammad aka. Mana graduslari 50 ta turibdi. Mana bu suv aylantiradigan sirkulyatsion deydimi? Asosini qo'yib qo'yganmiz. Mana bu svet bo'lmay qolganda samolyot ishlatishga ochib qo'yamiz. Rahmat katta Muhammad aka. Xudo xolasa bergan pulimizga rozimiz. Siz ham bergan katyolingizga rozi bo'lasiz. Kechalari soat 5 da siz aytgandek ko'mir solyapmiz. 70 kilo, 80 kilo shunaqa ko'mir solyapmiz. Ertalab bemalol 8-9 gacha ushlab beryapti. Mana bu o'tinni o'zini ham 4 soatda bir solyapmiz mana. Tut solyapmiz. Katyolga gap bo'lishi mumkin emas. Katyol o'ta yaxshi bo'lgan. Bunaqa katyol menimcha O'zbekistonda yo'q bo'lsa kerak, yana bilmadim. Jamaxda bo'lsa ham bo'lmaydi. Nasib qilsa yana teplitsalarimiz bor, ularga ham qildiramiz. Bu yoqda mana 7 sotiqqa qildirayotgan katyolimiz. Bu yerda ham atapleni qilyapti уже. Ko'chat chiqarishga kaseta-masetalar bu yoqni ham tayyorlab qo'yganmiz. Xudo xolasa katyollarni ham endi o'rnatyapmiz. U ko'rgan bo'lsa, u boshida katyolimiz turibdi. 7 sotiqlikka.